qizlarimizga tarbiya berishligimiz kerakki, erkak ishdan kelganda ayol har qanday ishini qo'yib istiqboliga chiqishligi, ya'ni kutib olishligi. Shuni doim tayinlaylik. Har qanday holatda ko'chadan kelganda chiroyli kutib olsin, ishini tashlab va tabassum bilan kutib olishlikka e'tiborli bo'lsin. Ayoli xursand bo'lib tabassum bilan kutib olsa, erkak ko'chadan kelganda ayoliga tabassum bilan qarasa, ko'chadan kelganda qovoq tumshuq qilmasdan, shundoq har qanday muammoni ko'chadan tashqarida qoldirib eshikni ochganda ayoliga tabassum bilan qarasa, ayoli ham eriga tabassum bilan qarasa, Alloh taolo ham ularga tabassum ila nazar qiladi deyilgan ekan hadis sharifda. Qarang, Alloh taolo siz bilan bizlardan xursand bo'lishligi, tabassum qilishligi bizlarga ana shu eri xotinni bir-birlariga bo'ladigan yaxshi muomala sabab bo'ladi. Alloh taoloning tabassum bilan nazar qilishligi bu ana shu oilaga o'zining rahmatini yog'dirishligi ekan.